Assalomu alaykum hammaga, Special Money kanaliga xush kelibsizlar jigarlar. Sizlar bilan bugungi videomizda bir ajoyib saytda pul ishlab borishga harakat qilamiz. Videoni o'tkazmasdan oxirigacha diqqat bilan ko'ringlar. Videoni boshlashimizdan oldin biz mana bu videomizni g'olibini aniqlab olishimiz kerak. Bilasizlar, ortiqcha biz har kuni har bitta videomizda konkurs o'tkazamiz. Konkurs shartlari mana shu Special Money YouTube kanaliga obuna bo'lishingiz kerak va Telegram kanaliga obuna bo'lishingiz kerak bo'ladi. Telegram kanal silkasi video opsionasida va закрепленный kommentariyada bo'ladi. Har kun chiqayotgan videoga like, komment yozib qoldirsangiz, biz aynan orqali kommentariy orqali g'olibimizni aniqlaymiz. Men hozir mana bu videoni silkasini saqlanib qilib olaman. Random saytiga o'tamiz. Mana bu yerga videoning linkini joylashtiramiz. Bu yerdan davom etish. Xo'p, bu yerdan winner do'stiga bosib qoldiramiz. G'olib orqali mana shu obunachimiz g'olib bo'ldi. Agarda shu obunachimiz bizni ko'rayotgan bo'lsa, bizga Telegram orqali aloqaga chiqishni so'raymiz. O'z plyuslarni payt hamyonlariga tashlab beramiz. Xo'p, jigarlarim, kanallarimizga obuna bo'lib qo'ygan bo'lsangiz, unda videomizni boshladik. Sizlar bilan bugungi videomizda orqali aynan mana shu saytda pul ishlab borishga harakat qilamiz. Videoni o'tkazmasdan oxirigacha diqqat bilan ko'rsanglar, men saytda qanday qilib pul ishlashni to'liq tushuntirib berishga harakat qilamiz. Saytda pul ishlashimizdan oldin ro'yxatdan o'tib olishimiz kerak bo'ladi. Uning uchun mana bu yerdagi сейчас degan tugma ustiga bosib qoldiramiz. Bu yerdan registratsiyani ustiga bosib qoldiramiz. Biz orqali mana bu bo'limlarni to'ldirib chiqamiz va mana bu yerdagi registratsiya degan tugma ustiga bossanglar, oddiy ro'yxatdan o'tib olasizlar. Men ro'yxatdan o'tib olganman, o'zimning akkauntimga kirib olaman. Men o'zimning akkauntimga kirib oldim. Xo'p, orqali sayt ko'rinishi xuddi shu ko'rinishga ega. Saytda orqali biz qanday qilib pul ishlab boramiz. Xo'p, bu yerda tepada menyu bo'limi ustiga bosasizlar. Bu yerda orqali bitta, ikkita, uchta, uzoq o'rtali 7 ta bo'limi mavjud o'rtali. Приложение bu bilasizlar, saytning o'zini shaxsiy programmasi mavjud. O'sha programmani bemalol рабочий stollaringga yuklab olishlaring mumkin bo'ladi. Bu yerda настройка bo'limi mavjud. Bu yerda referalniy programma, ya'ni saytga o'zingizni do'stlaringiz ham taklif qilib bemalol saytda pul ishlab borsanglar bo'ladi. Bu yerda orqali o'zini chati mavjud. Bu yerda istoriya bo'limi mavjud. Bu yerda nagradi bo'limlari mavjud, ya'ni bonus bo'limlari mavjud. Bu yerda orqali выйти, ya'ni saytdan chiqib ketish bo'limi bor. Bu yerda eng asosiysi va bu yerdagi stavka bo'limi ustiga bosasizlar. Sayt orqali biz qanday qilib pul ishlab boramiz? Pastroqqa tushsanglar orqali saytda biz o'zimizni pulimizni staking qilib, saytda pul ishlab borishimiz mumkin bo'ladi. Mana bu yerda orqali bemalol hisoblasanglar bo'ladi. O'zi minimalka pul to'ldirish $10 ekan. 30 kunga stakingga qo'ysangiz bo'lar ekan. Agarda biz $10 pulni 30 kunga stakingga qo'yadigan bo'lsak, biz har kuni $10 pulimizdan $2.10 foyda olib turar ekanmiz orqali. 21% kunlik daromadimiz ekan orqali. Через 30 kundan keyin bizning pulimiz 63 USD ga o'zgarar ekan. Xo'p, bu yerda orqali bemalol boshqa summalarni ham bemalol hisoblab ko'rsanglar bo'ladi. Masalan, 20 USD ni hisoblaymiz. Xo'p, buni 30 kunga stakingga qo'yadigan bo'lsak, biz har kuni $4.20 pul ishlar ekanmiz. Xo'p, hozir orqali meni balansimda Intuition kошелек degan balansimda $10 pulim bor. Mana shu $10 pullarimizni hozir biz staking qilib qo'yamiz orqali. Bu yerga $10 kiritamiz. Bu yerda orqali 30 kun turaveradi. Biz har kuni 21% doxod olamiz. Xo'p, bu yerdan stavka degan tugma ustiga bosasizlar. Xo'p, mana bu yerda haqiqatan sen pulingni stakingga qo'yasanmi degan yozuv chiqardi. Bu yerdan подтверждать degan tugma ustiga bosamiz. Успех bo'ldi orqali pastroqqa tushsanglar, mana ежедневный доход $2.10, har kuni 21%, pastroqqa tushsanglar, mana bu yerda order ochildi. Ya'ni qachon ochilgan, soat nechida ochilgan hammasini ko'rib turasizlar orqali. Xuddi shunaqa qilib saytda biz oddiygina pul ishlab borishimiz ham mumkin bo'ladi. Xo'p, mana orqali всего поставление degan shotimizga o'zgardi. Bizning orqali hozirda balansimizda $5.50 pulimiz bor. Mana shu pullarni video davomida chiqarib olishga harakat qilamiz. Xo'p, pul chiqarish uchun bu yerdan ответ degan tugma ustiga bosib qoldirasizlar. Biz orqali TRS20 ga va WEB20 USD yo'nalishlariga pul chiqarib olsanglar bo'ladi. Men hozir WEB20 ga chiqarib olaman. Mana bu yerga adresimizni kiritamiz. Xo'p, Telegram degan joyga orqali любой bir nomerni yozib tashlaysanglar bo'ladi. Masalan, любой bir raqamni yozasizlar. Xo'p, mana bu yerga VPN bosamiz. Parol безопасность degan joyga ro'yxatdan o'tayotgan paytingizda kiritgan parolingizni bu yerga ham kiritib o'tib ketishingiz kerak, ya'ni tasdiqlashingiz kerak. Men hozir o'zimning parolimni kiritib olaman. Men o'zimning parolimni kiritib bo'ldim. Sayt orqali hech qanaqa komissiya olmasligini aytmoqda. Bu yerda orqali minimalniy pul chiqarish $2 ekan.
Xo'p, bu yerdan подтвердить degan tugma ustiga bosib qoldiramiz. Sayt orqali uzog'i 30 soniya yoki 1 minut ichida bizning pullarimizni 100% to'lab beradi. Soatimiz orqali 21:58. Hozir ko'rasizlar o'rtoqlar. Bu yerda pulimiz kelgancha pul kiritishni ko'rib turamiz. Xo'p, pul kiritish uchun bu yerdan перезарядка degan tugma ustiga bosib qoldirishimiz kerak bo'ladi. Mana o'rtoqlar, 21:59, oradan 30 soniya ham vaqt o'tgani yo'q va идет обработка вот USDT bizning Binance hamyonimizga boyagi $5.5 уже обработкаga tushdi. Endi обработка bir 30 soniya, 20 soniya vaqt oladi. Xo'p, biz o'rtoqlar VP20 USDT dan, TRS20 dan, TRX, BNB va VP20 yo'nalishlardan to'ldirsanglar bo'lar ekan. Xohlasanglar mana buni skaner qilib tashlaylar, xohlasanglar mana bu adresga pul tashlaylar. Ikkalasi ham bitta narsa, sizni mana shu saytdagi shaxsiy hamyoningiz hisoblanadi. Masalan, sizlar o'rtoqlar minimalga pul to'ldirmoqchisiz, ya'ni $10. Mana bu adresni kopировать qilib olasizlar. Men sizlarga hozir Binance dan to'ldirishni o'rgatib o'taman. Xo'p, Binance hamyonlariga kirib olasizlar. Bu yerdan Sabrat degan tugma ustiga bosasizlar. Bu yerdan Wallet ustiga bosasizlar. Xo'p, mana bu yerga saytdan sign qilgan adresingizni kiritasiz. Mana bu yerdan VP20 ni tanlaysizlar. Mana bu yerga $10 kiritsanglar o'rtoq, mana hech qanaqa komissiyasiz chiqib ketadi. Boshqa yo'nalishlarda o'rtoqlar $3 dan $1 gacha komissiya olib qoladi. Faqatgina VP20 USDT yo'nalishida hech qanaqa komissiya olmaydi o'rtoqlar. Bu yerdan Wallet ustiga bosasizlar. Заявка отправления bo'lgandan so'ng bu yerdan o'rtoqlar перезарядка завершения degan tugma ustiga bosib qo'yasizlar, bo'ldi. Uzog'i mana bu yerda yozib qo'yibdi. Примерно через 3 minut ichida tashlagan pullarimiz saytga yetib keladi. Keyin biz bemalol xohlasanglar pulimizni staking qilib qo'yishimiz mumkin. Bizning o'rtoqlar chiqargan pullarimiz уже Binance hamyonimizga yetib keldi. Sizlarga xos cheklarni ko'rsatib o'taman. Binance'imizga o'tamiz. Bir marta yangilasanglar o'rtoqlar, mana Вот sredstva $5.5 chanaqa mana ko'rib turganingizdek komissiyasiz Binance hamyonimizga yetib keldi. Saytga pul kiritish, pul chiqarish, qanday qilib pul ishlash, hammasi tushunarli bo'lsa, sayt silkasi Telegram kanalimda bo'ladi. Endi o'rtoqlar, sizlarga o'zimda Telegram kanalini tanishtirib o'tib ketsam, Telegram kanalimizning nomi o'rtoqlar Special Money. Tezda bu kanalga o'tib obuna bo'lib qo'yinglar o'rtoqlar. Kanalda har kuni konkurs bo'lmoqda. Tezda o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Kanalga hozirda chiqayotgan yangi programmalar, yangi saytlar, yangi botlarning hammasini aynan mana shu Special Money Telegram kanaliga yuklab bormoqdaman. Bemalol o'tib obuna bo'lib qo'ysanglar bo'ladi. Hozir ham o'rtoqlar masalan konkurs ketmoqda, bemalol o'tib qatnashishlaring mumkin. Special Money Telegram kanali video opsiyasida va zakrepleniy kommentariyada bo'ladi. Bugungi videomiz mana shulardan iborat edi. Videosiga yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.